Turkiyada ota-onalar kuni 2 yoshli o'g'limni bog'chasidan har xil rasmlar va videolar, qo'shiqlar qilib tayyorlashibdi, ota-onalarga jo'natamiz deb. Qo'shiq ayttirishibdi bolachalarga. Dadam, dadajon, oyijon deb so'zlari bor qo'shiqda. O'g'limni ko'ryapman, dadajon demayapti-da, jim turibdi-da, onajon degan joydan gapirib ketyapti. Yana dada so'zi kelsa jim turibdi-da, onasini gapirib ketyapti. Boshqa bolachalar dadasini ham aytyapti, onasini ham aytyapti. Hali bilmaydi, dada nimaligini bilmaydi. Dada bu ism deb o'ylaydi, bitta kishini ismi deb o'ylaydi. Onasini biladi-ku, qorni ochganda qidiradi, bu joyda og'risi qidiradi yoki o'ynagisi kelsa qidiradi. Lekin dadani shunchaki insonni ismi deb o'ylaydi-da. Dadaga ham xuddi shunaqa qorni ochganda qidirsa yoki o'ynagisi kelganda qidiradigan, ishonchli, himoyachi, himoya qiladigan insonligini bilmaydi, shunchaki ism deb o'ylaydi. Hali sog'ib bilmas ekan dadani. Dada so'zi kelganda ham indamayapti, ona so'zi kelganda qo'shiq aytyapti, raqsga tushib. Dada, qolganlar dada desa sovuq qarab turib, baribir bilinar ekan. Onasi ham bor, dadasi ham bor bolachalarni. Yo dadasi yo'q, yo onasi yo'q. Bolalarga qaraganda farqi bo'lar ekan. Men farqi bo'lmaydi deb hali kichkina deb o'ylardim. Lekin videoni ko'rib shuni his qildim, katta farqi bo'lar ekan.